Aslida Xurshid chap qanotda boshlaganda, o'ng qanotdagi Sobirjonov chapga o'tdi. Sobirjonov, Papava, yaxshi Sobirjonov 1-1. 22-daqiqada. Ammo. Faqat bitta savol qolyapti. Rostdan ham var bormi? Ofsayd bormidi? Yo'q ofsayd. Yo'q ofsayd nazarimda va bu gol inobatga olinishi kerak. Markam to'p uzatilgan pallada markazda Neftchining futbolchisi qolib ketdi. Juda yaxshi namoyish etib berishdi. To'xtatilgan holatda markazda qolib ketgan o'yinchi esa Boyan Tigr edi. Xo'sh, vardagilar qanday qarorga kelishdi? Mana ko'ramiz. Menimcha hammasi a'lo darajada. Vaqtida to'pni uzatib berdi Aziz Xolmurodov. Nuqtaga ishora qildi. Ishora qilish kerak ham edi. Chunki yaqqol ko'rindi ofsayd yo'q ekanligi u yerda. Gol inobatga olinyapti, qadrli do'stlar. Hisob ochib zo'r vaqtini bilib turib Aziz Xolmurodov to'pni uzatdi. Va qadrli do'stlar,